menga ortga qaytib yana bir bor mangu hayotni yoki seni tanlash imkonini bergan. Men seni tanlagan. Sevgi sen uchun nima anglatishini bilmayman, ammo men uchun muhabbatda asosiysi baxt emas. Sevgi og'riqlarini birga yengib o'tish, qochishmas, yonida qolish, hatto uni qarzlari bo'lsa ham, yoki yanada undan da yomonroq narsa bo'lsa-da, uni yonida bo'lish kerak. Mana shu muhabbat. Yuragingda men uchun hech qachon joy bo'lmagan. Lekin bir marta u yerda bo'lishga bor kuchim bilan harakat qilib ko'rdim. Men afsusdaman. Bu yerda men uzr so'rashim kerak. O'z tuyg'ularimni hal qila olmaganim uchun kechiring.